Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar. Bugungi yig'ilishimiz ayrim kreditlar to'g'risida bugun assalomu alaykum. Kvartira mashhurda sizni bizga kredit murojaat qilgan ekansiz va ayrim moliya ko'makdan sodali mablag' to'ldirish uchun aylanma to'ldirish uchun faoliyatingiz hujjatlaringizni beramiz, xolimizga beramiz. Andijonlardan muddati, Andijonlardan hujjatlarni ko'rib, garov qilinib beriladi. Sizlarga berilayotgan kreditning turimiz moliya ko'mak 3 yil muddatga, 36 oy muddatga 6 oy imtiyoz bilan 24% beriladi. Kredit turi maqsadsiz, kredit olib bemalol ishlatib, faoliyatlaringizni yuritsangiz bo'ladi. Bu sizni 3 kunga dushanba, seshanba